bolasini yo'qotib qo'ygan odam qanday yuguradi? Xuddi shunday yugurishlik kerak. Umraga Safo va Marva o'rtasida odamlar, ziyoratchilar yuguradi. Bu nima sababdan bo'ladi? O'zi qayerdan kelib chiqqan bu odat? Yaxshi savol. Safo va Marvani orasi o'zi uzoq masofa, taxminan bir borishlik 450-500 metrlar chiqadi. Deyarli hamma joyda yugurilmaydi. Taxminan shu 100-120 metrlar orasini ko'k chiziq bilan belgilab qo'ygan lampalar bilan. Va shu oralikda yuguradi. Nima uchun yuguriladi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda Hojar onam yugurgan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zi yugurdilar. Sahobalar yugurishdi shu yerda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yugurdi deya tobiinlar ham, tobiinlar ham, ulamolar ham yugurdi. Bizga ham umrani sunnati bo'lib qoldi aytaylik, yugurishlik. Nima uchun o'zi u yerda yugurildi? Hojar onamiz nima uchun yugurdi desa, Safo va Marvani orasida Hojar onamiz o'g'li Ismoilni Zamzam chiqqan joyga qo'yib qo'yar ekan, bu yerda Safo va Marvani orasida rizq, umuman najot qidirib yurar edi. Yurganda shu ko'k chiziq, shu 100-120 metrlar masofadagi joy chuqurroq edi. Chuqurroq edi. Haligi ona o'zini bolasiga rahim o'laroq xavotir olgan holda haligi chuqurlikka tushib qolganda yugurib o'tib turib chuqurdan qarab qo'yardi o'g'liga. Ya'ni nimadir qushlarmi, yirtqichi hayvonlar hujum qilib qolmadimi deya hali chuqurda yugurib qo'yar edi. Ya'ni bolasidan xavotir olib. Chuqurdan yugurib ya ko'tarib qarab qo'yardi. Yugurib ya ko'tarib qarab qo'yardi haligi turibdimikin deyachi. Shuning uchun shu yerda yugurishlik sunnat bo'lib qolgan. Shu yerda Allohdan yugurayotgan najot so'rab yugursa yaxshi bo'ladi. Yugurishlik tartibi qanday bo'ladi desa, ayollar yugurmaydi. Chunki ayollar yugursa shakl shamolga ta'sir bo'lishligi mumkin. Erkaklar yuguradi. Qanday yuguradi desa,